Kompyuteringizni sensor tarzida ishlatishni xohlaysizmi? Unda keling, sizga ushbu videoda to'liq ko'rsatib o'taman. Qo'limda turgan ushbu kabel Kramer kompaniyasiga tegishli bo'lib, yuqori tezlikda va aniqlikda videolarni, tasvirlarni ushbu do'skamizga chiqarib berish ta'minlaydi. Ushbu kabel oddiy printer USB kabeli. Hozir sizga o'zingiz kompyuteringizni sensor tarzida ushbu doskadan foydalanib ishlatishni ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, mana ushbu kabel orqali biz HDMI ga uladik va Touch USB'sini ham uladik. Ushbu notebookimizda turgan signal bu yoqda paydo bo'ldi. Ana endi biz ushbu notebookimizni sensor qilib ishlatishimiz mumkin mana. Notebookda nima bo'lsa hammasi ishlab turibdi. Buni sifatiga keladigan bo'lsak, agar ushbu kabel bilan ishlatadigan bo'lsak, hech qanaqa video uzatishda sifat buzilmaydi. Juda ham tez ishlab beradi. Bu sizga qanaqadir arxitektura yo'nalishida bo'lsangiz yoki katta proyektlarda o'sha notebookda kimdir ochib tursa-yu, siz uni bu yoqda kattalashtirib, unga tushuntirish berib, boshqasiga olib o'tmoqchi bo'lsangiz, bu funksional sizga juda ham qo'l keladi. Agarda videomiz sizga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling va ushbu videoga like tugmasini bosib qo'ying.